bitta qiziq ish bor ekanda. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin o'ylar ekansiz-ki, u yog'iga quvvatingiz boshqangiz kamroq bo'lib qoladi-da. Yoshligingizda o'ylamaysizda shu gaplarni. Yoshligida o'ylagan odam baxtli, keyin umrini bekorga ketkazmaydi-da. Behudaga ketkazamiz umrlarimizni. Men mahallada kechqurun ko'pincha kech qolib ketaman. Xuftondan keyin ham ishimiz bo'ladi. Kecha ham shunaqa bo'ldi. 10 da bor. 5 ta 6 ta bolalar mana sizlarga o'xshagan yigitlar ketayotganingizda ham turadi. Yana 2 soatdan keyin qaytib kelsangiz o'sha yerda turaverishadi. Har kuni shu ahvol. Yosh yigitlar baquvvat. Sen isrof qilyapsan uni. Bu umrni shunaqa narsaki bilib qo'yinglar. Nonni bir odam tepsa, nonni olib, pishgan nonni, yangi nonni tepsa nima deysiz? Ko'zing ko'r bo'ladi. Undan katta gunoh u 2 soat bekorga o'tib turish bir joyda. Eng katta gunoh umrni sarf qilishlik, behudaga.